Malibu XL ga qiziqqanlar uchun mana 2024-yil bashti yangi mashina, 13.000 kilometr yurgan, kraskalari top-toza. Tonirovka ruxsatlari bor. Mashina zo'r holatda. Yurishtirishlarida, hadovoylarida hech qanaqa kam-ko'st yo'q ekan mashina. Tiniq holati mashinani. Ko'rishlar mumkin. 2024 13.000 yurgan, kraskalari top-toza, tonirovka ruxsatlari bor. Yangidan narxi ozgina farq qiladi. Salonda hozir bularning narxi 34.000 plus minusi. Bu mashinamizning narxi 31.000.